o'z otini senator etib tayinlagan Rim imperatorini bilarmidingiz? Yaqinroq joylashib oling. Men esa oydinlik kiritaman. Caligula Rim taxtiga chiqqanda odamlar uni xudo ekaniga ishongan va unga ibodat ham qilishardi. O'sha davrlarda u hokimiyatini mustahkamlashni turli xil yo'llarini o'ylab topgan va o'z otini senator etib tayinlaydi. Ko'plab insonlar uni telbalikda ayblashadi, biroq bu siyosiy kinoya edi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, uning asl maqsadi o'z hokimiyatini mustahkamlash va senatni kamsitish edi. Hattoki u senatorlarga qarata, hattoki ot o'rningizga senator bo'lgan taqdirda ham hokimiyat meni qo'limda qoladi degan ekan. Bu bilan esa u hokimiyatni qanchalik mustahkam qo'lga kiritganini bildirmoqchi bo'lgandi. Shunday qiziqarli videolarni tomosha qilish uchun obuna bo'lishni unutmang va albatta o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.